Skin 1004 da lineykalari hozirgi paytda ko'payib ketgan. Qaysi birini tanlashni bilmayapsizmi? Unda bu videoni ko'ring. Skin 1004 sariq lineykasi kimga mos? Butun seriyani asosiy ingrediyenti bu Madagaskar Centella. U terini tinchlantirib, yallig'lanish, qizarishni kamaytiradi. Agar teringiz nozik va aknega moyil bo'ladigan bo'lsa, siz sariqni olganingiz yaxshi. Ikkinchisi pushta lineyka, poralarimizni toraytirib beradigan. Buning ichida pushta Gimalayskiy tuz bor. Bu seriyasi kengaygan poralar, kombinatsiyalangan va yog'li yuzlarga deb chiqarilgan. Juda ham quruq yuzlarga to'g'ri kelmaydi. Yuzi tez yaltiraydigan va aknega moyillarga ham yaxshi tushadi. Poralarni chuqur tozalaydi, ortiqcha yog'ni kamaytiradi, teri yuzasini silliqlaydi va teri muvozanatini saqlaydi. Skin 1004 oq seriyasi yuzimizni terini yorug'lashtirish, ranglarni bir xillashtirish, pigmentatsiya va dog'larni ochartirish, terini tabiiy yaltiratish, barcha teri turlariga asosan tonini, terini ranglarini bir xillashtirish, pigmentatsiyalarni ochartirmoqchi bo'lgan odamlarga mos. Bu ko'proq yuzimizni oqartiradi desak ham bo'laveradi. Eng namlantiruvchi lineykasi bu Goluboy, havo rang lineykasi. Bundan o'zim ham ishlataman. Quruq, suvsizlangan yuzlarga rosa ham yaxshi tushadi. Asosiy maqsadi tinchlantirish va chuqur namlab berish yuzimizni. Lekin barcha teri turlari ishlatsa bo'ladi. Asosan ayniqsa terini namlanib turishini yaxshi ko'radiganlarga to'g'ri keladi. Va zangori lineykasi choy daraxti bilan birga, choy daraxti bilan birga. Asosiy maqsadi sezgir va qizil terini tinchlantirish, yallig'lanish va dog'larni kamaytirish, terini refresh va barqaror saqlaydi. Skin 1004 lineykalarining ichidagi qaysi seriyasi sizga ko'proq yoqdi va qaysi biri haqida batafsil ma'lumot olmoqchiligingizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rganingiz uchun rahmat.